To'yimizga yaxshi niyatlari bilan kirib kelgan muhtaram do'stlarimiz, qadrdon mehmonlar, yeldoshlar, mana shunday bir baxtli saodatli kunlarimizda, ana shu elimizdagi eng bir baxtli xonadonning bir quvonchli kunlarida to'y davrasida hammalaringizni xush ko'rdik. Bugun azizlar, albatta yaxshi niyatlar bilan butun el yurt oldiga to'kin sochilikda dasturxon yozib, hurmatli to'yxonamiz sohibi bo'lgan O'roza akamiz qutlug' 40 yoshlik yubiley to'ylar qarshi olmoqda. Men azizlar, mana shu insonlarimizni, O'roza akamizni, qolaversa Mo'nis mo'tabar onajonlari bo'lgan o'g'iljon momolarni farzandlarining to'ylari bilan chin dildan samimiy muborakbod qilaman. Ana yaxshi niyatlar bilan boshlanayotgan to'ylaringiz muborak bo'lsin. Vaqt kelsinki, ana shu insonlarimizni, O'roza akalarni payg'ambar yoshlarga yetkazsin. Ana shu payg'ambar yoshlarga kirib kelganida shunday bir quvonchli kunlarda dasturxon atrofida siz azizlarni, butun yo'ldoshlarni davramizga taklif qilib o'tirmoq ana shu insonga Alloh muyassar qilsin. Farzand bu umrning ilk bahorida kelajakni ko'zlab o'stirilgan gul. Umidli ko'ngillari tong ovtarida ota-onalarning fayzi baxtul. Chamanda Renovdan bir bulsa izlab uçgan kapalakning zavqi farzandda. Otasi o'ssin der boshini silab, chunki istiqbolning shavqi farzandda. Aziz davradoshlar, darhaqiqat farzand suygan, o'g'il qiz o'stirgan ana shu farzandlarning baxt iqbolini ko'rib bugun quvonchlari cheksiz bo'lgan butun barcha to'yxonamiz insonlarini, o'g'iljon momolarni yana bir bora to'y bilan muborakbod qilamiz. Ana shu davramizga jamnu-jam bo'lgan mehmonlarimiz, eldoshlar, aka, ukalar, opa, singillar, Mo'nis mo'tabar onajonlarimiz hammalari mana shu Alloh bergan ablar silollasini qolaversa to'yxonamiz insonlarini tabriklash niyatida kirib kelganlar. Keling azizlar, mamnuniyat bilan men ana shu to'yimiz davrasiga taklif qilsam, elimiz, xalqimizning eng bir ibratli bo'lgan ajoyib bir insoni Hoji Gulimboy buvomizni to'y davrasini chiroyli qilib ochib bersa qani. Hoji boy, keling. Sizga ham to'ylari muborak bo'lsin, tabriklasangiz butun to'yxonamiz insonlarini. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun shu O'rozoyning 40 yillik yubileyini jinoalashgan ekanmiz. Mana shu O'rozoyga Alloh taolo uzoq umr, keng davlat, baxt, saodat bersin. Ularni uylantirib, qizlarni turmushga chiqarib, Alloh taolo O'rozoyga go'rolining yoshini 120 yosh bersin. Hammangizni shu shunday ulug' yoshlar bilan, shunday ulug' kunlar bilan 100 yoshlardan hammamizga shunday deb bashamon bag'ri butun o'tirib to'yni tomosha qilish muyassar etsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Shu to'yni ochiq deb e'lon qilamiz. Biroq salomat bo'ling hurmatli Gulimboy Hojiboy. Albatta yaxshi niyatlaringiz, qalb so'zlaringizda bugun akamiz O'rozoyning 40 yoshlik yubiley to'ylarida bildirib qo'ydingiz. Davramizni chiroyli qilib ochib berdingiz. Sizga minnatdorchilik bildirsak arziydi. Farzandlaringizning baxtini, saodatini ko'rib o'tiring. Keling azizlar, ana shu xalqimiz uchun, elimiz uchun xizmat qilib, ana shu mehnatlariga, xalq e'tiboriga, hurmatiga sazovor bo'lgan insonlarni, to'yxonamiz sohibi bo'lgan O'roza akamiz yana bir bora to'y bilan muborakbod qilsak, butun davradoshlarimizni, yeldoshlarni, qolaversa qadrdon qarindoshlarimizni o'zlarining eng bir jozibali kuylaridan, qo'shiqlardan bahramand qilish yoqdan mana shu to'yimizga kirib kelgan yoshlar mukofoti sovrindori bo'lgan Qoraqalpog'iston Respublikasining ajoyib bir insoni, ana shu Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan ajoyib bir san'atkor Karim akamiz Rahmonov sizlarni hammalaringizni kuylaridan bahramand qilish yoqda kelganlar. Keling, ijozatlaringiz bilan navbatni ana shu Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan ajoyib bir san'atkor Karimboy Rahmonovga bersak, hammalaringizni to'y bilan tabriklab, kuylaridan, yalalardan xushnud qilsa. Marhamat bo'lsin Karimboyga, navbat sizga. Assalomu alaykum aziz muhtaram mehmonlar, akalar, ukalar, opa-singillar. Hammalaringizni bugungi vaqt qo'shchilik bilan, to'y bilan chin qalbimdan tabriklayman. O'rozoyni bugun 40 yoshga to'lgan yubiley to'ylar ekan.
Mani shu istagim Alloh taolo qancha yosh bergan bo'lsa, O'razoya Xudoni o'zi biladi. Shuning uchun shu hamisha bizlar bandasi Xudodan so'raymiz, umri uzoq bo'lsin deymiz. Shuning uchun bugungi 40 yoshing bilan O'razoy uchun qalbimdan tabriklayman. Yine shunday yılda bir marta, 2 yıldan bir xonadonga to'ylariga gelmek bizga nasib qilsin. O'tgan safar ham mana farzandining to'yina ham kelib xizmat qilgan edik. Qo'ldan kelgancha. Endi bu yelimizga qancha kelsak biza xursandmiz. Bu yil bizning yelimiz. Bizni nonli qilgan yil, Karim Rahmon qilgan yil. Shuning uchun Karim Bey aka, siz ham bir 40 yoshlik yubiley berverdingiz. Men ham bermasam bo'lmaydi deb O'razoy ko'pdan buyon niyat qilib yurdi. Bizlar ham yine 40 yosh yubileyni 10 yil burun berverdik. Hammangiz yine xabaringiz bor, hammalarınız şu zapislar ham tarqalib ketdi. Şu O'razoyni yine bir yerde hamma do'stlarlari, og'ayni, qarindosh bo'lgan elati hammasi kelib shuni tabriklab o'tirgan ekan. Şu tebrikleri Allah dargahında icabet bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Hacı babamız aytgan deyin, Xudoyim şu 100 yoshlik Go'ro'g'lining yoshini tilaymiz. Şu vaqtlardan nasib bo'lsa kelib xizmat qilish bizga nasib qilsin. Endi o'rtoqlar, yine O'razoy ham o'zini mehnati bilan, o'zini bir halolligi bilan shunday bir yaxshi martabalar ham erishdi. Şu mertebeni evvel endi şu mertebeyi erişkenden keyin aş verdim, yelatay vermedim bilinme ya bir ok bilen 2 qo'yanni urib turibmi ish qilib mertebesi bundan ham osha versin. Bize şu ülkemiz bir yüreğinde bir san'ati var yigit. O'zi san'atkor bo'lmasam yüreğinde san'at var. Biz san'atga ixlos qo'ygan, ayniqsa bizni san'atimize. Shuning uchun tilagimiz hamisha shu to'ylarga gelmek nasib qilavergi. Sizlar bilan yana ko'rishganimizdan xursandmiz. To'ylarga uylanib ketaversin. Hamisha to'ylaringizga gelip xizmat qilaverik. To'ylar muborak bo'lsin. O'razoy 40 yoshing muborak bo'lsin. Mübarek toy mübarek, mübarek toy mübarek, toylarınız mübarek. Bugün şadmanlık gündür, yaş toylar mübarek. Bugün şadyanlık gündür, yaş günler mübarek. Hürsen toy dese, mehmanlar kutlap gelse, bağış yeter asmağına her kim 3 gün gitse. Bağış yeter asmağına hem 5 gün gitse. Mübarek toy mübarek, toylarınız mübarek. Şeylegin avazını Oyday tehlikeli oyun çıkısın ağzını Oyday tehlikeli oyun çıkısın ağzını Mübarek toy mübarek Toylarınız mübarek
tebrik yine halkım teberrik tamaşalarım olsun oyun makamı büzürük tamaşalar köp olsun oyun makamı büzürük mübarek toy mübarek toylarınız mübarek bugün şadmanlık gündür yaxşı toylar mübarek bugün şadyanlık gündür yaxşı toylar mübarek Kızım yak göz yaşını Allah sürer berdaşını batırsa hem kıyaşını sabır şükraneden geçme bir söz dilini abad eder bir söz dilini berbat eder köngül birip köngül keter köngül veyraneden geçme köngül birip köngül keter köngül veyraneden geçme Canlat hem keşmez yeniden Keşme vatan zemininden Toğuşken ağa önünden Aterden anıdan geçme Toğuşken ağa önünden Aterden anıdan geçme Işk meydanı mertler üçün Ondan mihru vefa üstün Canan edip can birlikine Can dip cananeden geçme Canan edip can birlikine Can dip cananeden geçme Erzan izin zürriyatın Unge bağışla hayatın Yana dost el koş kanatın Elden dostaneden çeşme Coşkun tünükün duada Şad demin bolvay ziyade Ötken şifani dünyada Koşu teraneden geçme Ötken şifani dünyada Koşu teraneden geçme Akızıp gaf göz yaşımı
Allah sınar berdaşını, batırsa hem kıyaşını. Sabır şükraneden geçme, bir söz dilini abad eder, bir söz dilini berbat eder. Könül verip könül keter, könül veyraneden geçme. Könül verip könül keter, könül veyraneden. Meşgul sen dünya uyuna, girersen yerinin koynuna. Meşgul sen dünya uyuna, girersen yerinin koynuna. Ecel bendenin boynuna, bir günü minmezden durun. Ecel bendenin boynuna, bir günü minmezden durun. Ecel berşeni ararlar, kalmazlar şahu gedalar. Ecel berşeni ararlar, kalmazlar şahu gedalar. Haramdan kılıç et kudalar, roysiya bulmazdan durun. Haramdan kılıç et kudalar, roysiya bulmazdan durun. Sakla gıybetten tilini, bağlama iki kolunu. Sakla gıybetten tilini, bağlama iki kolunu. Açılgan taze gülünü, almasın solmazdan durun. Açılgan taze gülünü, almasın solmazdan durun. Bendege yetme hıyanet, şirin can telge amanet. Bu sözde var hadis ayet, ehmeyle ölmezden durun. Kur seher Tanrı'ya yığla, hak dep yüreğini dağla. Kur seher Tanrı'ya yığla, hak dep yüreğini dağla. Baktım kuru doğru sözle, baş bürge kirmezden durun. Baktım kuru doğru sözle, baş bürge kirmezden durun. Meşgul sen dünya uyuna, girersen yerinin koynuna. Meşgul sen dünya uyuna, girersen yerinin koynuna. Ecel bendenin boynuna, mörkünü minmezden durun. Ecel bendenin boynuna, mörkünü minmezden durun. Mörkünü minmezden durun. Mörkünü minmezden durun.